Atiga 3 tagina tuxumdan 2 list to'lla chiqadigan o'sha trenddagi Gusi labka shirinligini tayyorlaymiz. Retsept juda ham oson. Ishimizni hali chiqqaniga uncha ko'p bo'lmasa-da, ko'pchilikning mehrini qozongan slivichniy luga margarinlarini qirg'ichdan chiqarishdan boshlaymiz. 200 gram margaringa 300 gram unni solib, urvoq holatiga keltirib olamiz. Tayyor urvog'imizga 1 osh qoshiqda qavartma, yarim osh qoshiqda vanilin solamiz. 3 ta tuxumni sarig'idan oqini ajratib olamiz. 100 gram qaymoq, eskirib ketgan qaymoq bo'lsa ham bo'laveradi. 3 ta tuxum sarig'iga 100 gram qaymoqni solib, orqasidan 2 qoshiqda qatiq solamiz. Bir xil massa bo'lgancha aralashtirib, keyin urvoqlarimizga qo'shib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirimiz 10 minut dam olguncha 3 ta tuxum oqini mikserda ko'pirtirib olamiz. Ko'pirib oppoq holatga kelgandan keyin oz-ozdan shakar solamiz. Shunaqa iz tushguncha ko'pirtiramiz. Xamirimizni yong'oq ko'rinishida zuvolachalarga bo'lib chiqamiz. Xamirimizni dumaloq ko'rinishda yoyib olib, o'rtasiga bezemizdan solamiz. Xohlasangiz yong'oq, xohlasangiz mayiz, u sizning xohishingizga qarab. Lekin bezeni kamroq soling, sababi ko'p solsangiz bezesi xamiringiz yorilib ketishi mumkin. Xuddi shu ko'rinishda tugib olib, oxirida chekkalarini vilkada bezab chiqamiz. 200 gradusda yarim soatda pishib chiqadi. Pishib chiqqandan so'ng ustiga sgushonka surtib, pistashka sepdim. Og'izda eriydigan Gusining labka shirinliklarimiz tayyor bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib keting, xursand bo'laman.